Do'stlar, Uchtepa Yusuf Sakkoki ko'chaga kelganmiz. Ko'pchilik bilsa kerak, O'rikzor Residence. Lokatsiya shundoqqina O'rikzor bozorining yonginasida joylashgan. Hovlini bitta ko'rsating. Ko'rasizlar, qanaqangi atrof muhit, hovli, detskiy plashatka, avtoturargohlari, korzinka ham bir qadam, maktab, bog'cha barcha qulayliklarga ega. O'rtoqlar, video qiziq bo'ladigan bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar, olib kirib uyni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, xonadonimizga kirganimizda ko'ryapsizlar, prixoshka, bemalol chap qo'lda o'zini prixoshni mebellarni qilib qo'ysanglar bo'ladi, o'ng qo'lda birinchi razdelniy sanuzelga kirsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar, hojatxonasi, buni yonginasida hammomi. Ko'ryapsizlar, uydan agar to'g'riga o'tadigan bo'lsak, bitta yotoqxona ko'ryapsizlar, tashqariga qaragan o'zini balkonlari, dvorga qaragan balkonlari bor. Keyingi xonasi koridor bo'ylab oshxona, ya'ni-da ayol qizlarimiz uchun osh pishirishliklari uchun bemalol yoqimli bir shirinliklar pishirishlik uchun shunaqangi chiroyli oshxonalarga ega. Agar koridor bo'ylab to'g'riga yuradigan bo'lsa, bitta zal yoki detskiy spalniy qilib foydalansa bo'ladi. Har bir xonani o'zini tashqariga qaragan oynalari bor, yoritishdan muammo bo'lmaydi. Uy kosmetika holatda har bir xonada radiatorlarigacha qo'yib qo'yilgan. Mebel texnikalarini bitta-ikkitalari olib ketiladi, lekin qolganlari muzlatkich, shunga o'xshagan bir mebel texnikalari qoladi. O'rtoqlar, qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Batafsil ma'lumotini olib, savdosini qilsanglar bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizani kuzatishda davom etinglar.